Köygandan ko'ngan yomon. Abduri Mahinur Abdilim. Ovozda Rahila Musa, Tahirjon Yusuf. Karishtirgichi Aziza. 5-qism. Shirikatga azob chiroyiga tepib chiqib, güzel ruhsari hasratlik mungluq tus oldi. Tatliq aslimalar qalbining cho'nqur qatlamlariga ko'mildi. Ajiba bugun o o'rnidan turib tiklama aynak oldiga keldi. O'ziga obdanroq sapselib boqmag'ili xili uzoq bo'pti. Burunqidan o'riqlab, vijiklab ketgan. Ko'zlari atrofiga qo'riqla yamrag'an. Ko'zlaridagi yoshliq jilvilar o'chgan. Muhimi uzoq yillik ayollik, sevgi muhabbatdan mahrum yashash. Eri tarafidan kamsitilish. E'tiborsiz qarashlardan u o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotgan edi. O o'ziga sinchilab qarab, ko'zlarining cho'nqur qatlamlaridan xuddi qurib ketgan buloqdan tuyuqsiz suv sirg'ib chiqqandek. Sho'x jilvilarning o'qchib chiqayotganligini, lavlarida, javg'aylardimi kulki yamrab, unutib qolgan sinoqlarining qaytadan ishga kirishgan zobchastak o'z rolini ko'rsatayotganligini his qildi. Hay, odam mushi yashdimi muhabbatdan xudini yo'qotib jirsa ha? Lekin buninglik bilan Saodat o'zining g'amkinlik, qayg'urish kasalining do'risini tepib oldi. U o'zining nimadan mahrum qolganligini, nimaga eng ehtiyojli ekanligini bilib yetgan edi. Tahirning ajrashish hukmnomasi chiqqan bo'lsa-mu, lekin Zumrat o'ttir sotqa norozilik arz bergashga hukm kuchga ega bo'lmagan. Delo qaytadan sud qilinish bosqichida edi. Shundaqdimi Tahir o'g'lini elib, bu shaharga yetkilib kelib o'rlashib bo'ldi. Tahir Rasululloh qat'iy niyatga kelib, buningdan keyingi hayotini Saodat bilan birga o'tkazishni qaror qilgandek qiladi. Aradan nurg'un yillar o'tib ketdi. Saodat dastlab muhabbatli kunlari boshlanganda hammani unutib ketalaydigandek. Buningdan keyingi kunlarini haqiqiy mehr muhabbatdan bahramand bo'lib, azob hasratlardan biroqli qutuladigandek o'ylagan edi. Biroq kunlar o'tgan sari u azobdan yanada xoli bo'lolmadi. Nemishqidir u mahrum qolgan bir narsaga erishgandek tuyg'uga kelanmagan, ham yo'qitib qo'ygandek hissiyotga kelib qolgan edi. 10 yoshga kirgan turug'liq aql kirmagan o'g'lining urgan telefoni uningga qattiq zarba bo'ldi. Bir kuni o'g'lini ko'gisi kelib, faqatla bo'lolmagan Saodat oxiri Nig'matga telefon qilib, o'g'li bilan ko'rishishni o'tindi. Telefondan o'g'lining ovozini anglagan Saodatning yuragi o'rtanib, ko'zlariga yosh keldi. "Opa," dedi nadan o'g'il. "Belqiz opa seningdinmi yaxshikan? Menga kunda Kontakining to'xu pachiqini olib beradi. Tayyor cho'p yeyman desam, bir yashik olib berdi. Sen jigil qo'ymayding-ku?" Saodat telefonni tutqunicha turib qoldi. Esiga kelgandan keyin Nig'matning telefoni qo'yib etilgan edi. Garchi bu kichik balaning gibi bo'lsa-mu, lekin ajr qilib beqib cho'nqagan o'g'lining og'zidan bu gapni anglash uning yuragiga pichoq urgandek bilindi. Shu kuni u Tahir bilan ko'rishganda bu ahvolni deb esadab yig'lavatdi. Tahir garchi uning mo'risidan quchoqlab tasalli bergan bo'lsa-mu, ammo uning ko'nglimi toza joyida emas.
Peyğani bir az pasaygan Saodat uningdan nemishqa kayfsiz bo'lganligini so'radi. Qizimni o'ylab qoldim. Dedi Tayir o'ylamagan edi. Qizim 8 yoshga kirib qoldi. U kichkida qattiq bir qizitib ketgan bahona bilan shu yotqancha qopolmay palash bo'lib qoldi. Bo'lmasa, uning oyog'i chiqqan. Necha qadam mang'alaydigan bo'lgan. Uni davolatish uchun qilmagan chora amallar qolmadi. Lekin unumi bo'lmadi. Qizim menga bek amroq edi. Akşam o tushimga kirib qopti. Ertegandan beri shu qizimni o'ylabdim men. Bechora qizim. Meni qancha seg'ingandi. Ajrashish masalasida yeniklik qildingmi qandaq? Bola kasal tursa, u azob yetmagandek, uni yetim qilsang qandaq bo'ladi? Mayli oilangdan qanchalik sovib ketdi. Qizingni o'ylashing kerakdi. Ey, Saodat. Siz nimani bilasiz? Qizimning shundoq bo'lib qolishiga butunlay onasi sababchi. Dedi Tayir. Men shu kuni boshqa noyiga yig'inga ketgan edim. Zumrat bolani bola boqqichiga qartib qo'yib, choyga ketibdi. Bola qizib ketib, bola boqqichi 10 qitimdak telefon qilsa-mu, Zumrat olmabdi. Oxiri bola boqqichi Xanzil qo'shnilarga debdi. Shu qo'shnilar qizimni doktorxonaga boribdi. Qo'shnilar kirganda qizim hushsiz holatda yotgan ekan. Buni butunlay Zumratdanmi ko'ygili bo'lmas. O'mi undaq bo'lishini o'ylamaganda. Sen bizning noyidagi choyxumar xotinlarning qizg'inligini ko'rsang, yoqangni tutsan. Choyxumarlik shunchalik avjib ketdiki, Zumrat shularning yo'lboshchisi, tashkillikchisi. Hamma bo'g'iliq bolalarga bo'ldi. Men xizmatim oldirash deb yuribdim. Zumrat choylarni tashkillab, mendan oldirash bo'lib ketibdi. Qizimiz shundoq bo'ldi. O'g'limni maktabdan qochib, To'rxonga jo'nab oldi. Uning kaynidan qo'llab yuribman. O'g'inish ahvolidan ig'iz ochqili bo'lmaydi. Gap qilsam texi, gapim meningkidan yo'g'an. Bilamsan Saodat. Tutqan uyingni, qizingni ko'rib hayron qoldim. Balalaringni yaxshi tarbiyalabsan. Oilaga, balalarga ixlos qilgan ayolning tutqan uyimi, tarbiyalagan bolalarmi boshqacha bo'ladi ekan. Shu ixlosingdan o'g'lim ishkimizmi, bahramon bo'la olamizmi? Tayir Saodatning mo'risidan quchoqlab bag'riga bosdi. Uning yelkasiga beshini qo'ygan Saodat tagsiz xayollarga g'arq bo'ldi. Tayir Urumchiga bir haftalik yig'inga boradigan bo'lib qoldi. O'g'lini qo'ydigan yer yo'q. Yalg'iz turishidan xotirjam bo'la olmay, oxiri Saodatning uyida Tayir kagicha turib turadigan bo'ldi. Tayirga qo'yib qo'ygandek o'xshaydigan bu o'g'il bolaning ismi Arafat bo'lib, Saodatning qizidan 1 yosh kichik bo'lsa-mu, bo'yi egiz ham bastalik edi. Uningda yot uyda tatinish, ko'rinish degandan asar yo'q. Dadasi mangandan keyinla telefon urib, nadandir ishga og'inisini chaqirib keldi. Ham Saodatga to'g'ri ko'rimisi buyurdi. Saodatning qizi hujrasiga kirib elib chiqmayli qo'ydi. Saodat varang-churung qilishib, kompyuterda to'r o'yini o'ynayotgan o'g'illarga birdan pasrak ovozda gap qilishni topilg'ach, tamoqqa tutindi. Bozorga berib to'g'ri go'shi ep keldi.
Ular tamoqni yeb, og'inlari uzab manganda, uy o'ngtay-to'ngtay bo'lib ketgan. Arafat uzun safada so'zilib yetib, televizor ko'rishga tushgan edi. Bir hafta shunchalik pastda o'tdi. Saodat ikki balani cho'nqig'icha unchalik xopchilik tatib boqmagandi. Arliqda necha qatim kechida to'rxonalarda Arafatni izlab yurdi. Ikki qatim yanjug'idan pulmi yetdi. Oxiri Toyir qaytib kelganligini xabar qilib telefon urganda Saodat yenik tindi. Biroq o'zining Toyir bilan to'y qilishga ma'qul bo'lganligini, to'y qilib qolsa, mushu o'g'ilga ona bo'ladiganligini o'ylasa, teni jo'g'ildaydi. Arafatni bugunla dadasining qo'liga topshirib berishni o'ylagan Saodat, Toyir eg'iz ochqandiroq opiray deb qizini shanbalik kursga mingdirib yetib, Toyir bilan ko'rishishga mangdi. Havoning tari shu qadar sat ediki, to'pi aralash bo'ron chiqib, havoda axlat chavala uchib yuradi. Bo'ronda ko'zini ocholmayotgan Saodat qiziga telefon qilib, kursga bormay uyga yenib kelishni topiladi. Toyir ijara olgan uyda uni saqlab turadi. O'g'limga ko'nib qolg'adaksanmi? U seni xilali qaqshatdi-ku deyman. Tarbiyasiz cho'ng bo'lib qoldi. Bara-bara o'ngshilib ketdi. Saodat Arafat ustidan ikki eg'iz datlamoqchi bo'ldi-yu, bu gapni anglab jim bo'ldi. Qara, sana sharp oldim. Dedi Toyir sumkasidan issiq yeshil ranglik nafis sharpini chiqarib. Saodat, bu sharpini bo'shchaqlab qolmajimi? Bu sharpini moda tadqiqotchisi tanlab bergan. Yeshillik degan baharning elchisi. Hayotimizning jodoni ketib, bahori kelish oldida. Kela. Bu sharpini sana o'zim artib qo'yay. Toyir sharpini uningga atib qo'ydi. O kunduzi ozroq ishi borligini, Arafatni kechda elib ketadiganligini aytdi. Saodatmi xo'shlashib mangdi. To'pi besiqqan bo'lsa-mu, bo'ronning pasaygani yo'q. Uyning oldiga kelgan Saodat hayron bo'lib turib qoldi. Qizi eshik oldidagi tosh o'rindiqda tugilib o'ltiradi. O Saodatni ko'ribla pangada itilib yig'lab ketdi. Uning ojiz, o'ruq yelkalari kuchlik esadashdan silkinadi. "Oy, nima bo'ldingiz qizim? Nemishqa uyga kirmay so'g'oqda bu yerda o'ltirsiz?" "Uyga kirgili bo'lsa kiraman. Arafatning yana yilqi qiliqsiz og'inlari keldi. Ular mehmonxona uyda seriq plastinka ko'ryotdi. Men hujramga sumkamni qo'yg'ili kirsam, bir og'inisi orqamdan kirib, maykonning oldini ichib baqa bir ko'rib olay deydi. Men aram qechib chiqdim. Atining darsliklari lozimdi. Shuni ololmay o'ltirdim. Appa, siz nemishqa meni o'ylamaysiz? Ukam yig'lab telefon qilibdi. Dadam ishkinglarni qo'ydi. Bo'ldi. Ashu Arafatni bola qilib eling. Men cho'ng uyga ketaman. Qattiq achchig'i kelgan Saodat uyga qarab mangdi. U ochqishni to'lg'ab uyga kirishiga safada so'zlab yotgan Arafat o'diqib ketib, tizginakni topolmay qoldi. U televizorning knopkasini aldirab besishdan ilgari Saodat ekrandagi qilibdan chiqqan uyatsiz ko'rinishlarni ko'rib qoldi. "Uyimdan chiqish!" dedi Saodat g'azab bilan. "Uyatsiz lushjaklar! Mushtimdashtirib mushini ko'rishyapsan? Arafat, gap qilmasam nima haddingdan oshsan? Sana ayrim gapim bor.
Aval ma bu lükçeklerini közden yok at. Ağaynalarımni tildimi? Dedi Arafat öktemlik bilen. Bizni lükçekdaysin tehi. Sen nima? Ezim dadamni azdırıp bizni yetim qilding. Askerligingdan erin tashlab ketgan nima ekansan? Manli bo'ladi ekanman. Dadamga tegaman deb ham xiyol qilma. Yo'qol! Saodat g'azabdan titrab ketdi. Ko'zimga ko'rindichi bo'lishma. Mendan tepki yeyishdan burun uyimdan chiqish. Arafat va uning do'stlari bu majrani qitig'ini ep qo'ymay, parvosiz holda chiqib ketishdi. Saodat yadila o'ltirib qoldi. Ondan orqasidan kirgan qizig'i esilib, ho'ngrab yig'lab ketdi. Amdi u Toyirga qat'iy tegmaslik niyatiga kelgan edi. U qizining atigi darsliklarini elib, taksidan birini to'sib, qizini cho'ng uyga avatibdi. Ondan o'zi Toyirga ahvolni 100 tirani turib aytib qo'yish uchun mangdi. O Toyirning uyga kelganda eshik qiya ochiq edi. İçidən bir ayolning çangıldab so'zlagan ovozi koridorgacha aniq anglanib turardi. Garchi ko'rishmagili 10 necha yil bo'lsa-mu, Saodat Zumratning ovozini tanib oldi. Jinim Toyir, menga ichingiz og'rimasimi? Mushu bechora qizimizga bo'lsin ichingiz og'risin. Kunda dadamni ko'raman deb yig'lab, menga o'chaq qilyapti. Qaysi kuni xabarda sizlarning sig'ninglarni qo'yib edi. Sizni ko'rgan shu kundan boshlab dadam chiqadi deb kechgacha xabar ko'ryotdi. Undaq bag'irtashlik qilmang, Toyir. Bolalarni o'ylang. Bolalar endi senga keldimi? Necha yillardan beri shu bolalarni nemishqa o'ylamaysan? Men ezibdiman, Toyir. Xatoligimni tunadim. Eski bo'lsam-mu, ikki bolangizning onasi bo'lgandikan, bir qatim fursat bering bo'lamdi. Saodatni yaxshi ko'rdiganligingizni bilaman. Lekin sizlar hozir hammani qayrib qo'ya olamsizlar. Uningmi ikki bolasi bor-ku. Har kim o'z bolasini o'zi boqsin. Bo'ldi, men Saodatning qishig'i berib, uningga yolvuraman. Sizni qaytarib berishni o'tinaman. Arafatni unda qo'yib bersak bo'lmaydi. Uni Saodatmi boqolmaydi. Men kasallik pensiyasiga chiqib oldim. Endi butun vujudim bilan sizning ham bolalarning holidan yaxshi xabar olaman. Mening choy o'ynagandan boshqa yomon yerimmi yo'q-ku. Endi choynimi o'ynamayman. Menga bir fursat bering, jinim Toyir. Uyimizni tutib qolaylik. Ko'zlaringizga yosh keldi. Uyimizni tutadigan bo'ldik-ku, ha? Shundaq-ku, Toyir. Saodat pallampaydan tushib ketdi. Lekin mengishqa qurbi yetmay o'ltirib qag'ili qil qoldi. Aradan qanchalik vaqt o'tgani noma'lum. U orqasidan oyoq tevishini anglab, o'zini chetga elib yo'lga chiqib oldi-da, taksi to'sdi. U cho'ng uyning adresini deb berib, nihoyatda horg'in holatda o'zini o'rindiqqa tashladi. Qizil chiroqqa kelganda taksi uzoqroq turib qolib edi. Saodat yonga qarabla cho'chib ketdi. Toyirning mashinasi taksiga yondashib turardi. Ularning ko'zlari uchrashib qoldi. Uninggacha yeshil chiroq yenib, taksi qo'zg'aldi. Endi u o'ltirgan taksi oldiga o'tib, Toyirning mashinasi bilan bir yo'lda oldi-kayni bo'lib qolgan edi. Arqini ko'rsatadigan aynakdan uning mashinasi g'ilpal ko'rinadi. Ichida bir ayolning borlig'imi ko'rindi. U bo'ynidagi yeshil sharpini yeshib, mashinaning darisidan chiqadi. Kuchlik bo'ronda sharpa zarb bilan pulanshitdi.
mashina yana qizil chiroqqa duch keldi. U aynakdan orqasida turgan Tayirning mashinasini ko'rdi. U sharpani shamolga qo'yibdi. Yap-yeshil sharpa kuchlik bo'ronda shiddat bilan osmonning qa'riga uchib ketdi. Taksi qo'zg'aldi. U osmonda yipi uzilgan laylakdek piqirab turgan sharpaga ko'z uzmay qaraydi. Har yon uchib yurgan sharpa qaysi bir egiz binolarning oqisiga o'tib g'oyib bo'ldi. Sharpa bilan tang uning qalbidagi nurg'un narsalarmi tang yo'qoldi.